Bu skuterimda nima desanglar, shu uchtalab karbyurator qo'yib yuraman deganmi deyman-da. Xullas, tortmayapti deb karbyurator sotib olavergan, almashtirgan. Oqibati nimaiki, yo'da displeysi juda tugab ketgan temirigacha. Juda temirini yeyishni boshlayapti. Yetmaganiga variator ham xorlangan qiz 2 bo'lib yotibdi. Toshlari mana yarimigacha yeb ketdi. Temirigacha o'sha borib qolgan toshlar. Endi buni nima qiladi bu? Qaysinga qo'yishi mumkin? Pamitdagi bironta skuterga podarka qilib olsinmi? Ammo elektromobilgami? Nima qiladi endi? Yana 250 mingdan sotib olgan har bittasini. 300 minglik karbyuratorlar bular. Ha, 300 mingligimi? 250 minglik bular. Yaxshisini olganlar. Eng yaxshi. 1, 2, o'zida yana bittasi turibdi, 3, uyda yana bittasi bor, 4 ta. Xullas, karbyurator tekinga. Shu bolaga aloqaga chiqsanglar bo'ldi.